Real Madrid va Vinicius nihoyat kelishib olishdi. Real Madrid Vinicius bilan yangi shartnoma arafasida. Madridda yana katta yangilik. Dunyoning eng mashhur klublaridan biri Real Madrid o'zining eng muhim yulduzlaridan biri bilan yangi kelishuvga juda yaqin turibdi. Bu oddiy shartnoma emas. Bu klubning kelajak strategiyasini belgilab beradigan qaror va bu qarorning markazida bitta futbolchi turibdi. U ham bo'lsa Vinicius Junior. Kelishuv deyarli tayyor. Mashhur jurnalist Florian Plettenberg xabariga ko'ra, klub va futbolchi o'rtasida prinsipial kelishuvga erishilgan. Bu nimani anglatadi? Asosiy shartlar kelishilgan, moliyaviy masalalar hal bo'lgan va faqat kichik detallar qolgan. Ya'ni transfer emas, balki rasmiy e'lon yaqin. Vinicius Realning yuzi. Vinicius Junior bugungi kunda jamoaning eng tezkor futbolchisi, dribling ustasi va hujumdagi asosiy qurol. Uning o'yini tezlik, texnika va individual mahorat bilan ajralib turadi. Statistikada hammasi ko'rinib turibdi. Joriy mavsum La Liga doirasida 31 ta o'yin va 11 ta gol, 5 ta assist. Bu raqamlar shuni ko'rsatadi, u jamoaning asosiy liderlaridan biri. Eng ko'p maosh masalasi. Albatta qiziq nuqta. Kylian Mbappe hali ham jamoada eng ko'p maosh oluvchi bo'lib qoladi. Bu nimani anglatadi? Vinicius maoshi oshadi, lekin Mbappe birinchi o'rinda qoladi. Bu qaror ortida nima bor? Real Madrid bu qaror bilan nimani ko'zlamoqda? Fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Stabilitet, kelajakni qurish, yulduzlarni ushlab qolish. Bu oddiy kontrakt emas. Bu klub siyosati. Strategik qadam. Real oxirgi yillarda yosh futbolchilarga e'tibor bermoqda. Uzoq muddatli loyihani tanlamoqda va Vinicius Junior bilan loyihaning markazida turibdi. Agar u ketganda nima bo'lardi, tasavvur qiling. Vinicius Junior klubni tark etsa, hujum zaiflashadi, kreativlik kamayadi, muxlislar noroziligi oshadi. Shu sababli klub tavakkal qilmayapti. Vinicius Junior va Kylian Mbappe yangi duet. Agar hammasi reja bo'yicha ketsa, Vinicius Junior va Kylian Mbappe bu duet. Tezlik, texnika va gol degani. Bu esa raqiblar uchun katta muammo. Bosim ham oshadi. Yangi shartnoma bilan talablar ham oshadi. Endi ko'proq gol, ko'proq assist va yetakchilik kutiladi. Kelajak qanday bo'ladi? Bu kelishuv Real Madridning keyingi 5-7 yilini belgilashi mumkin. Agar Vinicius Junior formani saqlasa, klub yana Yevropani zabt etishi mumkin. Eng katta savol: Vinicius yangi darajaga chiqadimi? Mbappe bilan uyg'unlashadimi yoki Real yana dominant bo'ladimi? Yakuniy xulosa: bir narsa aniq. Real Madrid o'z yulduzini qo'ldan chiqarmoqchi emas va bu qaror kelajak uchun juda muhim. Agar siz ham futbol olamidagi eng issiq transferlar, shok yangiliklar va yashirin faktlarni birinchilardan bo'lib bilmoqchi bo'lsangiz, Secret X kanaliga obuna bo'ling, chunki bu yerda katta futbol boshlanadi.